Muşu yığınlarımızın açılış için köp emgek, çepiş, hizmet kılıç doğru kildi. Bizden Germaniyadaki hanım kızlarımız hakikaten yıllardan bu yan köp hizmet qilib kelgan, bu yakınki vaqtlardan bu yan bu gayretleri neticelab eşip hazır jangi var bir ayollar qo'shuni Germaniyada Uyg'ur ayollarının içinde paydo bo'ldi. Yakında Germaniya Uyghur Ayollar Komiteti kuruldu haberimler var. Muşu Germaniya Uyghur Ayollar Komiteti'nin reisi, bizden Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin mavur reisi Gülnar Hanım'la Sahip Han Bulusu bilen müşahede işgal söz teklif. Merhamet. Buyurun. Esselamu Aleyküm. Çeteldeki muhaciret hayat yaşavatkan vatan millet davasıga ko'ngil bölüp atkan Jirak'tan kelgen aziz qarindoshlar, hoş geldinglar. Bulupmu yuqorida tuanda aytib aytgan qarindoshlarimizdek mush 5-iyul vaqasidan keyin 5-iyul vaqasiniki haqiqiy mohiyatini, haqiqiy haqliq bir da'vo ekanligini dunyoga tanitgan, ya'ni vatandagi shu ayollarimiz bo'ldi. Demak, bizning da'voyimizda ayollar qo'shunininki bir turkum ayollar qo'shunininki nihoyatda muhim bir lozim ekanligi bizga shunday bir cho'ng haqiqatni his qildirdi. Shuning bilan biz yaqinda Germaniyada Uyg'ur ayollar komitetini qurib chiqdik. Bu komitetninki nurg'un qilgan yaxshi bir arzu istaklarimizni ko'nglimizga pukdik. İnşallah bütün dünyadaki Uyg'ur ayollarininki xuddi bizga o'xshash birlik bo'lib tashkillangan bir ayollar komitetini qurib chiqish uchun mush Jirak yaqindan kelgan qarindoshlarimizning o'zlari turishlik davlatlardagi ayollarımızga yaxshi tashviqotlarni ilib berishini, shundaqla shu ayollarimizni rag'batlantirib, mushu bizning qo'shinimizga birlikka akab berishiga kuch chiqarishini umid qilaman. Rahmat.